Hammaga salom. Siz qo'rquv olamidasiz. Avvalambor videoni ustiga bosganingiz uchun katta rahmat deb qolamiz va iltimos chiqib ketmang. Chunki bundagi ma'lumotlar sizni hayratlantirishiga ishonchimiz komil. Demak, tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Ehtimol siz bu anomaliya haqida allaqachon eshitgan bo'lsangiz kerak. Ha, gap SCP-001 prototip haqida ketmoqda. Ushbu anomaliya SCP jamg'armasi tomonidan aniqlangan eng birinchi anomaliya bo'lib qoladi. Yoki ma'lumotlar u qadar to'liq emas. Keling, men SCP-001 haqida to'liqroq ma'lumot bersam. SCP-001 ikkita obyektga bo'linadi. SCP-001A va SCP-001B. SCP-001A darvoza qo'riqchisi deb ataladi. Bu anomaliya haqida biz keyinroq gaplashamiz. Hozirgi videomizda SCP-001 ya'ni katta prototip. Ushbu anomaliya jamg'arma tomonidan aniqlangan eng birinchi anomaliya bo'lib, u Keter toifasiga kiritilgan. Saqlash shartlari maxsus qo'rg'oshinli metall quti. Uning xususiyatlari: uning og'zining ichida ulkan ko'zi bor. U yaltirab turadi. U o'zidan bir necha ming voltli elektr chiqarishga qodir. Hattoki insonning yoki biror mavjudotning tanasida manipulyatsiya qobig'ini yarata oladi va uning o'zining tanasini ichiga singdirib yubora oladi. SCP-001 aniq qayerda topilgani noma'lum. Lekin SCP-001 hatto portal ham ocha oladi. Bu yashirin qochish xususiyati deb ataladi. U kamdan kam holatlarda foydalanadi. Chunki SCP-001 deyarli hech kimdan qo'rqmaydi. Kelsak, SCP-001 SCP jamg'armasidan ham avval paydo bo'lgan anomaliya. Juda g'alati ishlar. SCP-001 topilgan joy taxminiy xarakterlarga ko'ra o'rmon. Bir tashlandiq qishloq bo'lishi ham mumkin. Aniqi noma'lum. Bu anomaliyaning tirnoqlari juda o'tkir. Qo'lida 3 ta tirnoqlari bor. 2 ta oyog'i bor. Oyoqlari yonga bukilgan. O'ttiqdek oyoqlari bilan juda tez harakatlana oladi. Misol shamoldek ham desak bo'ladi. Uning ko'zlari yaltiraydi. Ko'zlari esa og'zining ichida. Bu narsani hayotingiz davomida umuman ko'rishni istamagan bo'larsiz. Yaxshi, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Men bu videoda SCP-001 haqida ma'lumotlarni berdim xolos. Agar keyingi video chiqishini xohlasangiz, videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Biz kommentariyalarni albatta o'qiymiz va sizga eng yaxshilarini tayyorlashga, eng ma'qullarini tayyorlashga harakat qilamiz. Umid qilamizki, siz kanalimizga obuna bo'ldingiz va videoga like bosdingiz. Aytgancha, men eng muhim ma'lumotni aytishni unutibman. SCP-001 prototip SCP bazasidan qochib ketgan. Shuning uchun bir narsani eslatib qo'ymoqchimiz. Qayerdadir yurgan bo'lsangiz, agar u joy bo'lsa, iltimos ehtiyot bo'ling. Chunki SCP-001 o'zining yangi o'ljasini qidirib yuribdi. Va yana iltimos, kattalarsiz tashqariga chiqmang. Hammaga xayr deb qolamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.